Biz her kuni Qur'on Karimdagi oxirgi namoz suralaridan bir surini o'rganib kelayotgandik. Namozda nima o'qiganligimizni bilishimiz uchun. Hamda biz namozda o'qiydigan suralarning qaysini o'rganimizga vaqtimizda bu sura Abu Lahab va bugungi kunimizdagi Abu Lahablarning oqibati. Bu Abu Lahablarningki topgan pullarininki va erishgan narsalarininki ularga oqibatda hech qanday asqatmaydiganligi. Bu Abu Lahab va bugungi kunimizdagi Abu Lahablarninki boradigan joyiniki lavldab turadigan dovzax bo'lganligini xabar beradi. Xo'sh, unda bo'lsa ana shunday yomon oqibat qoldigan bu Abu Lahab degan kim? İslamdagi eng küçük münasebet iman münasebeti. Siz hidayet edip gen kişinin tağısı bolsanızmı, o kişinin sepeti bolmasanız, yolda bolmasanız, o hiç kayısı insan emas. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu arkadaşlar. Biz bugün namaz sürüleri dersimizdenki yana bir yeni dersini okuyumuz. Harunada boğandak biz her günü Kur'an-ı Kerim'deki ahirki namaz sürülerinden bir sürüne ügünüp kelyatqaydık. Çünkü namazda neme oğanlığımızını bilişimiz için. Hem de biz namazda okuyduğun sürülerden qayısını ügünümüzde vaqtlarda Tebbet Yeda sürüsünü ügünümüz. Tebbet Yeda sürüsünün asli to'g'ri bo'lgan ismi qaysi? Suratul Masad, ya'ni Masad surasi. Nima uchun Tabbat Yada deb atalgan? Chunki bu suraning tunji oyati Tabbat Yada bilan boshlanganligi uchun biz ig'iz tilimizda Tabbat Yada surasi deb atalgan. Endi bu sura nima haqida tushgan desanglar, bu sura Abu Lahab degan kishi haqida tushgan. Acaba Qur'on Karimda bir shaxs haqida oyat nozil qilinganmi? Deyilse, Qur'on-ı Kerim'de Fir'aun hakkında ayetler nazil kılınırlık, Nemrut hakkında ayetler var, ondan başka hazırga okşaş Abu Lahab hakkında ayetler var. Bu ayetler muşula sebeplik düşken bolsumu, lekin onun hükmüge bugün günümüzdeki Fir'aunlar, bugün günümüzdeki Nemrutlar kirip ketken okşaş, bizim bugün okuyduğun Tebbet Yada surasındaki bu Abu Lahab'ninki akıbetiga ve şundakla Abu Lahab'ga deyilgen hitaplar bugün günümüzdeki Abu Lahab'largımı kılınırlık. Demek Qur'on-ı Kerim'de meyli şahslar hakkında ayet düşsün, meyli bir kavm hakkında ayet düşsün, o ayetler bizge düşüyor. Bizning cemiyetimizga tushuglik, bizning cemiyetimizga Fir'aunlarga tushuglik, bizning cemiyetimizdagi Abu Lahablarga tushuglik. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Biz Abu Lahab haqida tushgan oyatlarni Abu Lahabga berib etib, Fir'aun haqida tushgan oyatlarni Fir'aunga oid qilib etib, o'zimizni tekchayib qo'ysak, Qur'ondan chiqish yo'l topolmaymiz. Xo'sh, unda bo'lsa, bizning bugun o'qiydigan bu Tabbat Yada suramiz, ya'ni sura Masad bizga nima deydi? Bu sura qanday sura desanglar, bu sura Abu Lahab va bugungi kunimizdagi Abu Lahablarning oqibati. Bu Abu Lahablarninki topgan pullarininki va erishgan narsalarininki ularga oqibatda hech qanday asqatmaydiganligi. U Abu Lahab va bugungi kunimizdagi Abu Lahablarninki boradigan joyininki lavldab turadigan dovzax bo'lganligini xabar beradi. Xo'sh, unda bo'lsa, ana shunday yomon oqibat qoldigan bu Abu Lahab degan kim? Biz old bilan bugungi kunimizdagi Abu Lahablarni tunish uchun bu oyatning nozil bo'lishiga sabab bo'lgan Abu Lahabni tunishimiz kerak. Chunki bu oyat Abu Lahab haqida va bugungi kunimizdagi Abu Lahablarga tushgan. Xo'sh, unda bo'lsa, Abu Lahab degan kim? Abu Lahab aziz qarindoshlar, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning tog'isi, ya'ni dadisining akisi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın tağısı bolsumu? Yani özünün ciğerinin kolunda hidayet bolsumu? Hidayet elip kelgen bolsumu? Lekin bu kişi hidayetini kürenmegen. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a vehiy kelgeni bilgenden tatip Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a kuldan kıldıgan bütün yamanlıklarını kılgan ve şundakla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yoluga bütünley karşı çıkan rad qilgan va shundaqla qo'ldan kelgan butun tirishchiliklarni ko'rsatib kishilarni bu dindan islom da'vatidan yondirishga tirishgan. Endi bugungi kunimizda qarab baqaylik, islom dinidan kishilarni yondirishga tirishgan kishilar yo'qmi aramizda? Islomni sat ko'rsatish uchun shaxslarning ba'zi bir xatoligini o'ttirib chiqib, islom degan mana mushundoq deb kishilarning xiyolida islomni xato bir tushunchaga paydo qilish uchun tirishchilik ko'rsatadigan kishilar atrofimizda to'rlarda yo'qmi? Bor. Qaraydigan bo'lsak, bugungi kunimizda Abu Lahablarni atrofimizda to'rlarda ko'ramiz. Bo'libmi? To'rlarda aniq ko'ramiz. Nimishqa desanglar, chunki tor dunyosi mavhum dunyo bo'lg'achqa Abu Lahablar bu tor dunyosida yushurna oladi. Yushunib turib islomga har xil shaklda hujum qila oladi. Masalan, qarab baqadigan bo'lsak, bugungi kunimizda ma'lum kishilar bor. Bular ko'pincha to'rida. Bular ismlarini har xil qo'yib olgan. Qarab baqadigan bo'lsak, bularning xizmatininki Abu Lahabning xizmati ekanligini ko'rib olamiz. Masalan, bular qanday qildi desanglar, dunyoning ma'lum bir chetidagi musulmon chiroyi va ammo qaliqroq birasininki satqiliq ishlarini o'tirg'a chiqib tashlaydi. Bo'libmi yoshlarni o'tirsa taqtidi. Qaranglar, musulmon degan mana mushundoq deb buni tashviq qilib, yoshlarimizning qallasini zaharlaydi. Ya'ni musulmon degan mana mushundoq qaloq deb islomni sat ko'rsatishga tirishadi. Va shundaqla bu Abu Lahablarning yana bir yo'li nima desanglar, mush yoshlarni dindan ozdirishdiki. Masalan, bular ko'p hollarda xato selishtirma elib boradi. Masalan, qanday desanglar, Qur'onning oldida o'tirgan bir balini va yoki bir diniy olimni va yoki bir saqilli kishini qo'yadi, uning qashqa tajribaxonda o'ltagan, ko'zoynak taqgan, galstuk taqib olgan bir odamning rasmini qo'yadi. Va bu orqali qaranglar, musulmon degan mushunda Qur'onlarni o'qiydigan, masjiddan chiqmaydigan bir kishi, ammo g'aribchi, ammo boshqalarchi, mana mushundaq tajribaxonlarda o'ltirib, taraqqiy qilib, insoniyat uchun to'hfa qo'shadi degan mush uchurni beradi. Vaholanki bu yerda nihoyat bir adilsiz bir selishtirma. Masalan, xristianlar qarasaqmi, cherkovlarda ibodat qiladiganlar yo'qmi? Yahudiylarning ichidami ana shunday tomlarga usib turib ibodat qiladiganlar yo'qmi? Ba, uni bilan tajribaxondagi rasmni selishtirmaydi, ammo musulmon bilan selishtirib, yoshlarni islomdan to'sishga tirishadi. Demak, maqsad nima desanglar, Abu Lahablar bugungi kunimizdan bor.
Ammo vositasi yangilandi, lekin mangan yo'lning xarakteri o'xshash. Nishoni nima? Nima ish qilsa qilsin, qandaq maqola yozsin, qandaq fikrni o'tirib qo'ysin, shu orqali islomni sat ko'rsatish, kishilarni islomdan yondirish. Abu Lahab dal shundoq kishi edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bazan berib, "Qulu la ilaha illalloh tuflihu." La ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q deb e'tiqod qilinglar, nijot topsizlar deb mushu da'vatni olib borgan vaqtida, keyindan mingab Abu Lahab bu yolg'onchi, bu sehigar, mana men buning tag'isi deb kishilar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning o'ttirini to'satdi. Bugungi kunimizda islomga chaqirganlarning keyindan har xil tuhmat qildiganlar, badnom qildiganlar, ularni e'tiborsizlashga tirishadiganlar yo'qmi? Albatta bor. Dal ana shularmi bugungi kunimizniki Abu Lahablari. Lekin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bundan bilan to'xtab qoldimi? Aslo va aslo to'xtab qolmadi. Hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga va anzir ashiratakal aqrabin, sen yaqin tuqqanlaringni ogohlantirgan degan oyat tushgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zining qabilasiga tava bo'lgan butun jamoatlarning hammasining ismini ayrim atab sapatga chiqib, hammasini to'lab yig'di. Ya'ni xuddi bir dushman kelganga o'xshash, ya sabaha deb jiddiy bir ishni ogohlantirayotganga o'xshash Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun jamoatdagilarning hammasini u yerga to'pladi. Albatta buning ichida tag'isi bo'lgan Abu Lahab bor edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularning hammasi to'plashib bo'lgandan keyin ulardan bir savol so'radi. Ey xaloyiq, men sizlarga hozir Matag'ning keyinda bir otliq qo'shin bor. Bu otliq qo'shin hozir Makkaga hujum qilmoqchi desam, ishonamsizlar dedi. Hammasi ishonamiz. Ma jarrabnaka illa sidqan. Sendan faqat biz rasulullohlam ko'rdik. Sen degan Muhammad amin ishonchiliksan deb, sen mana bu shunda xatarlik bir ishdan xabar bersang, biz sana ishonamiz deb tasdiqlashdi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom, ey xaloyiq, men sizlarni Allohning azobidan bir ogohlantiruvchi, ya'ni Allohning azobi bor. Allohdan boshqa ilohga ibodat qilsanglar, shirk qo'shsanglar, Allohning azobi bor. Men sizlarni bundan ogohlantiruvchi kelgan elchi deb buni e'lon qildi. Buni e'lon qilgandan keyin yana Abu Lahab nim dedi? Tabballaka, halak qilib ket. Qo'rib ket. Ali hada jama'atana. Sen bizni mushu ish uchun yig'dingmi deb qayg'inicha vaqirib ketdi. Demak, mana shu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Abu Lahab qarshi chiqdi. Mana shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo bizning bugun o'qiydigan Tabbat surasini, ya'ni sura masatni nozil qildi. Bu sura nozil qilingandan keyin Abu Lahab texmi xafa bo'lib ketdi. Texmi ochiq kelib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ikki qizi bilan ikki o'g'li choy ichkizilgan edi. Ya'ni to'y qilishdan ilgari ular choy ichkizilgan edi. Abu Lahab payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ruhiy besim akilish uchun o'g'illariga darhol Muhammadning u ikki qizdan choy ichkizilgan munosabatni buzmasanglar, men sizlarning dadanglar emas dedi. Shu vaqtda Abu Lahabning ikki o'g'li payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomningki u ikki qizdan choy ichkizilgan munosabatini üzgan bo'ldi. Abu Lahab bu orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ruhiy besim akilaman deb o'yladi. Vaholanki bu Alloh subhanahu va taoloninki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qizlarini ulardan ajratib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni hurmatlashi edi. Bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Islomning dastlabki vaqtida mushrik bilan musulmonning to'y qilishi cheklanmagan. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ikki qizi Abu Lahabning ikki o'g'li bilan choy ichkizilgan. Ya'ni to'y qilish uchun tutishilgan. Demak, Alloh subhanahu va taolo mana shunday sabab bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ikki qizni Abu Lahabning o'g'illaridan qutuldirib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni izzatladi. Ammo Alloh subhanahu va taolo sura masalani nozil qilish orqali Abu Lahab bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning o'ttirisidagi mujodilaning bir tarafiga o'zining ego'g'onligi, ya'ni bu urushning bir tarafida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom emas, o'zining borlig'ini e'lon qildi. Ya'ni Abu Lahabninki, u inovatiningki, u e'tiborining hammasining qurib yo'q bo'lganligidan xabar berdi. Endi biz surani o'qisak, bu voqelikninki taxmin tafsilotini tushunamiz. Unda bo'lsa biz suramizni o'qiylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب. Allah subhanahu wa ta'ala deydi. Abu Lahabning ikki qo'li qurib ketsin. Bu duo shaklida. Vattab darvaqa qurib ketdi. Qanday qurib ketdi? Abu Lahabninki xil inovati va odam edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning tag'isi bo'lg'achqa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning keyinda mingib bu sehigar, bu yolg'onchi, buning ishonmanglar desa, xaqla, ammo tag'isi bu yolg'on gap qilmaydi deb ishonib, uning gapini e'tiborga olib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning da'vatiga ergashmagan. Bu oyat nozil bo'lgan anglagandan keyin Abu Lahabning ochiq noyt kelib dushmanligini oshkor qilishga boshladi. Har xil tuhmatlarni qilishga boshladi. Buningdan keyin kishilar Muhammad bilan Abu Lahabning o'rtasida bir masala bor ekan. Ya'ni bular tortishayotgan bir masala bor ekan.
Lehab Abu Lehab'ninki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ni hakaretleşi ve her kandak sözlerine işenmez oldu. İtibarı tügedi. Dervaqi Allah Subhanahu wa Ta'ala degandek onun iki kulu kurup ketdi. Bu yerdeki iki kulu kurup ketişine bo'lgan maqsad inovatının tügüşü, itibarının yok bo'lishini ko'rsatdi. Dervaqi bu suradan keyin Abu Lehab'ning hech qandaq bir gapininki itibari bo'lmadi, kishilarni islomdan to'siy olmadi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bilan kishilar o'tirisqa bir to'salg'i bo'lolmadi. Chunki uning quli qurib ketdi, itibari tugadi, sha'nu shavkati yerga urildi. Ma agna anhu maluhu va ma kasab. Uning pul mollari, erishgan narsalari behojat qilinmadi. Uning hech qandaq bir asqatmadi. Kishilarni mehmon qilib baqsin, pul urib baqsin, uning gapiga hech kim ishonmadi. Bu oyatlar orqali Alloh subhanahu va taolo bizlarga nima deyotdi bilamizlar? Abu Lahabning qo'li qurib ketdi. Sha'nu shavkati yerga urildi. E'tibori yo'q bo'ldi. Pul mollari, erishgan narsalar uningga asqatmadi. Dal shuningga o'xshash bugungi kunimizda dinimizga turli bahonalar bilan qarshi chiqayotgan Abu Lahablarning qo'li qurib ketdi. Inovat tugaydi. Ular yerga uriladi. Uning erishgan narsalari, pullari, shavkatlari hech qaysi asqatmaydi degandan xabar beradi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo islom da'vatining oldida 1400 yil ilgari Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning davrida bo'lgandek har vaqt islom dinidan to'sqich Abu Lahablarning bo'lganligini xabar beradi. Va shundaqla u Abu Lahablar qancha kuchli bo'lsa-mu, davlati bo'lsa-mu, sha'nu shavkati bo'lsa-mu, uningga vaqti kelgan vaqtida asqatmaydiganligini xabar beradi. Shuning uchun islomga da'vat qiluvchilar, islomning g'amini yeguvchilar Abu Lahablarning kuchlib ketgan qarab asla va asla ikkilanmasligi, keyinga yaltaymaslik kerak. Chunki ma agna anhu maluhu va ma kasab. Din dushmanlari qanchalik kuchlib ketsin, qanchalik keyingi qo'llovchilari, sponsorlar uning kuchli bo'lib ketsin, erishgan narsaning hech qaysi asqatmaydi, yerga uradi. Islom nurini o'chirolmaydi. Xuddi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning oldidan to'sab o'chirmagan o'xshash, bugungi kunimizdami din dushmanlari islomning nurini asla va asla o'chirolmaydi, uning kuchi asqatmaydi. Va shundaqla Abu Lahabga o'xshash har holatda dunyodan ketadi. Biz vatanni ko'rgan. O'sha dinga dushmanlik qilgan saqchi ba'zi kishilarningki ajoyib har holatda o'lib ketganligiga shahid bo'lgan. Ana shular Abu Lahablar edi. Abu Lahab ana shunda har holatda o'lib ketgan. Qanday har holatda o'lib ketgan bilamsizlar? Ruhiy jihatdami qattiq zarbaga uchrab, jismoniy jihatdami ig'ir qarinib o'lib ketgan. Ya'ni Badr urushida musulmonlar g'alaba qildi. Musulmonlarning g'alaba qilganini anglab Abu Lahab nayt qattiq azoblanib, puchulib ketdi. 7 kun o'tmay ana shu ruhiy azobda Adasa deyiladigan bir kasalga giribdor bo'ldi. Bu Adasa degan yori bilan yirin oqadigan bir kasal. Vaboga o'xshash arablar buni nayt qo'rqatdi, qachatdi. Shu sababdan bolalarım unga yaqin kelinmadi. Oxiri Badr urushidan keyin 7 kun o'tgandan keyin o'ldi. 3 kun bolalar qashig'iga borolmadi. Oxiri Qurayshdan bir odam dadanglarning bundoq bir sesib ketgucha qo'yib qo'ysanglar, yaxshi bo'lmaydi. Bu sat turadi deb o'g'illarini boshlab berib, uniga yiroqdan suv chechib, uni yuvib, uni shu tog'ning ustiga chiqib bir o'rakka tashlablam yenib kiradi. Demak, Abu Lahabning oqibati mana mushundaq bo'ladi. Bu orqali Alloh subhanahu va taolo deydi-ki, dinni dushman qilganlar, Abu Lahabning yo'lida manganlar mana mush oqibat qildi. Uning pullari, erishgan narsalari, hatto bollarimi asqatmaydi. Ana shunda har holatda dunyodan ketadi. Undan keyin 3-oyatda Alloh subhanahu va taolo sayasqla naran zata lahab. U Abu Lahab dunyoda ana shundaq sha'nu shavkatini yo'qotib, topgan pullari, bollari, erishgan narsaning hech qaysi uningga asqatmay, har holatda o'lgandan keyin sayasqla naran zata lahab. Lavildab turgan do'zaxga kiradi. İş tügümaydi taqadin düşmanlarga. O'lgandan keyin lovuldab ko'yib turgan do'zaxga ular kiradi. Bu sababdan mana shunday Abu Lahablar do'zaxda ajoyib qattiq nadomat qiladi. Alloh subhanahu va taolo ularningki ba'zi bir nadomatlarini Qur'on Karimda bayon qilgan. Ya laytani kuntu turaba. Do'zaxga kirib azoblatgandan keyin ular nima deydi bilamsizlar? Kuntu turaba. Kashki men tuproq bo'lib ketsam-chu, inson bo'lib yaratilmagan bo'lsam-chu deb ana shunday pushaymon qilib ketadi deydi. Va shundaqla u kafirlar do'zaxda Robbana akhrijna na'mal solihan g'ayrallazi kunna na'mal. Ey Alloh, bizni bu do'zaxdan chiqargin. Bu do'zaxdan chiqarsang ilgirgidek yashamaymiz. Unda dinga dushmanlik qilmaymiz deb mana shundaq yolboradi. Alloh subhanahu va taolo ularga nima deydi? Sizlarga umringlarni uzun qilib, vaz nasihat oladigan odam, vaz nasihat ololgudek vaqt bermedimmi? Sizlarga payg'ambar avatmedimmi? Da'vatchilarni avatmedimmi? Endi azobni tetinglar, zolimlarga hech qanday yordam berguchi yo'q deb mana shundaq deydi deb Qur'on Karim ana shu Abu Lahablarning yo'lda manganlarning oxiratdagi tasvirini bayon qiladi. Demak, kafirlarning bu yerdagi nadomatlari do'zax azobining dahshatini bizga his qildiradi. Demak, Abu Lahab ana shundaq lovuldab turgan do'zaxga kirgandek, bugungi kunimizdagi Abu Lahablarni xotirjam bo'laylikki, ularning oqibati ana shundaq o'xshash bo'ladi. Biz musulmonlar bo'lsa, Abu Lahablarning tashviqotiga aldinib, hargizmi shak shubhaga tushib qilishqa, dinimizni targ'ib qilishqa, kenimizga yenishimizga asla va asla bo'lmaydi. Chunki val aqibatu lil muttaqin. Yaxshi oqibat muttaqillarga, ya'ni Allohdan qo'rqqanlarga. Oyatning davomida va imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Uning o'tin tushug'ich ayoli, ya'ni suxanchi ayoli umi lavuldab turgan o'tga kiradi deydi.
Ya'ni Abu Lahabning bir ayoli bor, Ummu Jamil deydigan. Bu ayol Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga dushmanlik qilishda xuddi yo'ldoshiga o'xshash dushmanlik qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni kishilarga chaqirdi, suxanchilik qiladi. Muhammad uni dedi, Muhammad mana shundaq ayol o'tirisini ayirdi, ota bola o'tirisini ayirdi deb mana shundaq suxanchilik qilib Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni kishilarga dushmanlik qila olsalam qilishga tirishdi. Xuddi bugungi kunimizdagi ba'zi kishilarga o'xshash. Musulmonni sat ko'rsata olsam sat ko'rsatganlarga bir narsa yazsin, maqola yazsin, bir tarafida musulmonlarni sat ko'rsatishga tirishadigan, musulmonlarga yengnisini sanjib oladigan bir kishilar borga, dal shunga o'xshash ma ayolim shunday qiladi. Bu ayolni Qur'on Karim nima deb so'zladi bilamsizlar? Hammalatal hatta utun tushuvchi dedi. Bu orqali ne demakchi? Ba'zi tafsirlar qaragan vaqtimizda bu yerdagi utun tushuvchi degandan maqsad o ayolning suxanchiligi. Ya'ni utun tushib o't qo'yganga o'xshash Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan kishilarning o'tirishga o't qo'yib, ikkovlarining o'tirisini yiroqlashtirishni harakat qilganligi uchun utun tushuvchi deb atalgan. Ya'ni suxanchi, chaqimchi bo'lganligi uchun. Va shundaqla bu ayolning oqibati nima bo'ladi? Lovuldab turgan do'zaxga kirish bo'ladi. Shundaqla bu ayol nayt hakavur ayol. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni nima deb aytaydi bilamsizlar? Kambag'al deb aytlaydi. Bekir deb cho'ngchilik qiladi. Ko'p sonliq kafirlarga o'xshash. Ko'p sonliq kafirlar musulmonlarni tuvan ko'radi. Musulmonlar ularni tuvan ko'rmaganlik uchun, odam qatorda ko'rganlik uchun, ular musulmonlarni tuvan ko'radi. Sapasiz ko'radi. Mana shunga o'xshash namrat ko'radi. Bu Abu Lahab va ayoldagi o'rtaq alohidlik, ya'ni cho'ngchilik. Bu cho'ngchilik sababli bular iymon etmagan. Masalan, bir kunisi Abu Lahab Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qashqa kelib, "Ey Muhammad, sening dining kelsa menga nim bor?" degan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam nim degan? Boshqa musulmonlarga nim bo'lsa, sana şu ba degan. Abu Lahab ben osh kishilar bilan o'xshash bo'lamdim. Meni osh kishilar bilan o'xshash qildigan dinga men kirmayman degan. Demak, bu yerda Abu Lahabni haqiqatni to'sib qo'ygan narsa nima bo'ldi? Kibr, cho'ngchilik bo'ldi. O'zini farqli ko'rilish bo'ldi. Shuning uchun bunga har bir musulmon nihoyatda diqqat qilish kerak. Bularmi bugungi kunimizdagidek musulmonlar ojiz, bir oz kambag'al va shundaqla taraqqiyot keyinda qolgan paytda qalbimizdagi kibr musulmonlarni sapasiz ko'rsatdi. Namrat ko'rsatdi. Dinsizlarni bo'lsa boy, sapoliq ko'rsatdi. Bu sababli qalbimiz to'g'ri haqiqatga emas, moddaga bog'lanib, kofirlarni yaxshi ko'rib qoladigan, ularni cho'ng bilib qoladigan, ularni hurmatlab qoladigan, musulmonlarni bo'lsa tuvan ko'radigan, mana shunday ahvolga tushib qolamiz. Shuning uchun har vaqt qalbimizning kibr degan bu narsani supurib tashlab turishimiz kerak. Chunki bu kibr odamning ko'zini hidoyatdan to'sib oladigan nihoyat qalin bir parda. Abu Lahab va uning ayolining ko'zini mana shu kibrni iborat cho'ngchilik to'sib olgan. Ondan Allah subhanahu wa ta'ala suraning oxirgi oyatida fi jidiha hablum min masad. U ayolning, ya'ni Abu Lahabning ayolining bo'ynida mahkam ishilgan arg'amchi bo'ladi. Yani do'zaxdan asla va asla qutula olmaydi. Va shundaqla shunga ishorat qilishim mumkinki, Abu Lahabning ayoli o'tin tushug'uchi edi. Ya'ni suxanchi edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan kishilarning o'tirisida o't yoqatdi. Mushu o'tinni tushish uchun ag'amchisi va, ya'ni ma'naviy ag'amchilari, har xil tuhmatlari, mush qilgan ishlarining hammasi ag'amchi bo'lib, bo'yniga u ayolning qiyomat kunisi silinadi. Bu ayet tushgandan keyin Abu Lahabning ayoli nayt ochiqlanib, qo'liga bir uchum toshni elib, darhol Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni izlab haram keladi. Bu vaqtda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Hazrat Abu Bakr bilan birga o'ltirib. Bu ayol Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni ko'rmay, Hazrat Abu Bakrdan "Hamroying qani, u meni hajvi qilibdi" deydi. Hazrat Abu Bakr "Uni topalsan qandoq qilsa" deydi. Mushu toshni og'ziga uraman deydi. Va shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni izlab, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom haqida nurg'un she'rlarni to'qiguncha ketib qoladi. Hazrat Abu Bakr hayron bo'lib, "Ey Rasululloh, u sizni ko'rmadi-ku" degan vaqtida Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Alloh subhanahu va taolo uning ko'zini mendan to'sib qo'ydi degan. Demak, mana shunda din dushmanining oqibati oxirida qilgan vositalari, dinni to'sish, musulmonlarni sat ko'rsatish uchun ishlatgan vositalarning hammasi arg'amchi bo'lib, ularning bo'yniga sanadi. Surada deyilgandek Abu Lahab va uning ayoli halok bo'ldi. O'lgandan keyin dardlik azob ularni kutib turdi. Ammo islom hozir qadar davom qilyotdi, qiyomatgacha davom qiladi. Ularning nomi bo'lsa qiyomatgacha tilovat qilinadigan Qur'oni Karimda bundan keyin keladigan butun Abu Lahablarga ibrat bo'lishi uchun nozil qilindi. Shunga buning qarta Abu Lahabga o'xshab ketayotganlar, Abu Lahabning yo'lidagilar nihoyatda diqqat qilish kerak. Erishgan narsalari ularga asqatmaydi. Ularning kiradigan joyi sayasqla narun va lovuldab turadigan do'zax bo'ladi. Hamda bizning bu suradan oldigan muhim tushunchamiz nima deganda, birinchidan bu sura islomning ashaddiy dushmani bo'lgan Abu Lahabning oqibati va shundaqla har zamondagi Abu Lahablarning oqibatidan xabar berish orqali musulmonlarning oldiga chuqum Abu Lahablarning chiqadiganligi. Musulmonlar buning qarta hushyor bo'lish kerak ekanligi, ammo oqibatninki musulmonlarning foydasiga, ularning ziyni bo'lganligiga ishonish va ishorat qilish uchun Alloh subhanahu va taolo bu oyatni nozil qilgan. Va shundaqla bu suradan shundaq bir tushunchani olamizki, islomdagi eng kuchli munosabat iymon munosabati. Siz hidoyat elib kelgan kishining tog'isi bo'lsangizmi, u kishining sepida bo'lmasangiz, yo'lda bo'lmasangiz, u hech qaysi hisob emas. Qarab qaradigan bo'lsak, Abu Lahab Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tog'isi edi, lekin hech qanday foyda bermadi. Madinda tuqqandochilik nasabninki iymonga kirmasa, bu tuqqandochilik iymon beg'i bilan kuchlanmasa, qoplanmasa, uning hech qanday bir foydasi bo'lmaydi. Ya'ni mansibi, nasabi bir odamni do'zax azobidan saqlab qolinmaydi.
Üçüncüsü Ebu Leheb'nin hemrahlari, yardımçıları, meyli xotunlar olsun veya ki başka bir yardımçıları olsun, ularning oqibatini shular o'xshash bo'lganligini xabar beradi. Ebu Leheb din düşməni, onun ayolimi onun yardımçısı idi. Onun o'xshash din düşməni. Shuning uchun Ebu Leheb bo'lmaslik bilan birga Ebu Lehebninki yardımçısı bulab qilishdanmi qattiq saqlanishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni dinimizni mustahkam qilsin. Ebu Leheblarning suiqasdidan saqlasin va shundaqla Ebu Leheblarning yo'lga bilib bilmay kirib qilishini Alloh subhanahu va taolo hammamizni saqlasin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.